O'zbekistonda kundan kunga shokolad yeyish madaniyati rivojlanyapti va bugun sizlarga eng taniqli shirinliklardan biri shokoladli fondan tayyorlashni ko'rsataman. Oldindan aytaman, tayyorlash juda ham oson. Bu shirinlikning mazasini butunlay belgilab beradigan narsa bu sifatli shokolad. Men o'zim hozir Sikao brendining shokoladidan foydalanyapman. Bu hamma tanigan Calibaut'ni qo'shimcha brendi narx va sifat bo'yicha hozir birinchi o'rinda turibdi. Fondan uchun sariyog' bilan qora shokoladni idishga solib eritib olamiz. Buning uchun qaynab turgan suv yoki mikrovolnovkadan foydalansangiz bo'ladi. Alohida idishda tuxum sarig'i va shakarni mikserda o'rtacha ko'pirtirib olamiz va shokoladli massamiz bilan birlashtiramiz. Oxirida oliy navli un qo'shib, yana bir marta aralashtiramiz va 5 daqiqaga chetga olib qo'yamiz. Ungacha qoliplarni tayyorlab olamiz. Men temir qolipdan foydalandim. Ularning ichidan sariyog' surib, kakao sepamiz, ortiqcha kakaoni qoqib tashlaymiz va falga o'rab olamiz. Endi eng muhim joyi, xamirni qoliplarga solib 190 gradusga 7 daqiqaga pishirishga yuboramiz. Pishish vaqti farq qilishi mumkin. Bu haqida to'liq ma'lumotni video opisiyaga yozib qoldiraman. Tayyor fondanni kesganingizda xuddi videodagi oq tushishi kerak. Uni xohlasangiz shundoqligicha, xohlasangiz tarelkaga chiroyli qilib podacha qilishingiz mumkin. Nordon malina va muzdek muzqaymoq desertni chuqur shokoladli mazasi bilan juda zo'r chiqishdi. Bu desertni albatta tayyorlab ko'ring. To'liq retsept har doimgidek video opisiyaga bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, izoh qoldirishni unutmang.